Mundial yakunlandi. Futbolning eng katta musobaqalaridan biri Jahon chempionati kechqurun, ya'ni bugun ertalab aynan oxirgi final o'yini yakunlandi. Ya'ni Ispaniya hamda Argentina o'yini. Men o'yin haqida gapirmayman, sizlarga bitta qiziq fakt aytib o'taman. Shunda gap kim haqidaligini tushunib olasizlar. Jahon chempionati va Yevroni yutgan eng yosh ikkala musobaqani yutgan eng yosh o'yinchi, ya'ni Lamin Yamal. Bugun u Lionel Messini chiqarib yubordi. Lionel Messini musobaqadan chiqarib yubordi, ya'ni finalda yutdi. Ungacha avval Ronaldoni, keyin Mbappeni musobaqadan xayrlashishga majbur qo'yadi. Bugun esa u Lionel Messini, futbolning ikkita eng daho o'yinchilaridan birini musobaqadan chiqarib yubordi. Yevroni yutgan eng yosh futbolchi, garchi jahon chempionatini yutgan eng yosh futbolchi bo'lmasa-da, Yevro hamda jahon chempionati ikkita kubokni yutgan eng yosh o'yinchilardan biri Lamin Yamal. Endi 4 yil davomida 2030-yilgacha Lamin Yamal gapirilaveradi. Balkim endi 2030-yilda u yanada zo'rroq va kuchliroq bo'lib qaytar, bilmadim, lekin Yamal ajoyib o'yin ko'rsatdi. Yamal to'g'ri Ispaniyaning eng zo'r o'yinini u ko'rsatmagan bo'lsa-da, lekin jamoasiga ancha katta futbolchi bo'lib yetishayotgani ko'rinib turibdi. Yamalga omad keyingi ishlarida. O'ylaymanki, endi Chempionlar Ligasini ham yutadi. Katta ehtimol oltin to'pni ham olsa kerak, agar Messi olib ketmasa, chunki Messiday futbolchi turganda bilmadim, balki Yamalning imkoniyatlari qanday. Ko'ramiz 2026-yilga endi oltin to'p marosimini ko'ramiz. Oltin to'p kimga nasib qilar ekan.